tizzangizga biroz boshimni qo'yay. Alla aytib bering, charchadim ona. Sinovlar ko'p ekan mening boshimda. Qadrimga yig'ladim, qadrimga ona. Qadrimga yig'ladim, qadrimga ona. Assalomu alaykum hammaga, men ko'rib turganlarga. Mana shu 3 xona uyda 11 kishi yashaymiz. Iltimos sizlardan bir xonam, 2 xonam insof bersinlaring. Yaxshi odamlar ko'p, bilaman. Bizga ham yordam bersinlaring. Allohdan duo so'rayman sizlarga ham. Iltimos qilaman. Onam bilan 2 xonagina bo'lsa ham uyimiz bo'lishini xohlayman. Insofli odamlar ko'p, bilaman, shuning uchun chiqyapmiz. Iltimos yordam beringlar, saxiylar. Biz o'zimiz uyimizda yashaylik keladi. Lekin nima qilib imkonimiz yo'q. Ayam o'zi katta qilgan meni shu yoshimgacha. Hatto uydan ko'rmaganman ham. Iltimos qilaman sizlardan. Hech xonagina bo'lsa ham uy solib bersinlaring. Har namozimda duo qilaman. Onam o'zlari katta qilishganlar. Onam ham ishga chiqishadilar. Men yaralman. 2 marta operatsiya bo'lganman. Onam qondan ustim qilib qiynalib ketishdi. Boshimda otamiz yo'q. Sizlardan iltimos qilaman, yordam beringlar. Qani endi qo'limda bo'lsa men ham ishlab, onamga o'zim solib beraman deyman. Lekin qiz bolaman. Qo'limdan kelmaydi. Millatimiz Xudodan qaytsin. Yordam beringlar. Onam ham qiynalib ketdi. Har kun shuni o'ylaydi. Iltimos sizlardan qo'limda bo'lganda o'zim harakat qilardim, lekin qiz bolaman, qo'limdan kelmaydi. Iltimos bizga ham bir xona bo'lsa ham uyga yordam beringlar. Mana shu qizim bilan men ham emin erkin o'z uyimda yashashni xohlayman. 5 kunlik dunyoda biz ham baxtli hayot kechirishni xohlaymiz. 3 xona uyda 11 ta jon tiqilib qoldik. O'zlaring bilasizlar, qaytib kelgan ayol baribir ota uyiga sig'mas ekan. Uyda kelin bor, baribir bolalari bor. Kelishmovchiliklar baribir bo'ladi. Hamma uyda ham bo'ladi kelishmovchiliklar. Yordam bersalaring bizga, mana shu qizim bilan biz ham o'z uyimizda yashaylik. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Bizdan qaytmasa Xudodan qaytsin sizlarga. Bizga mingda birni bersalar sizlarga Alloh mingda bersin ilohim. Yordam beringlar, yaxshi insonlar. Yaxshimisizlar hammalaring? Umrlaring uzoq bo'lsin. Bizdan qaytmasa Xudodan qaytsin. Shu bolalarimga ham bir xona bo'lsa ham uyni solib, shunday chiqarib qo'ysam armonim yo'q. Chol kampir ikkovimiz qo'limizdan hech nima kelmayapti. Hech kimni bolasi shunday bo'lmasin. Qaytib kelgilik qilmasin. Qo'llaydan kelgancha yordam beringlar hammalaring. Hina su xo'jalikda hina qo'llaylik. Su ina bitta dona qichasi bor, ina nima opamiz ham nima ajrasi menitdi, nima
onasida birga o'tiradi. Endi Allohga shukr. Endi mazasi yo'q. Endi ishda borib, so dori ukullaydi. Bu ishlardan nimasi hammasi o'shani yetib qoladi xolos. Endi jonlari hammalarida sog' bo'lsin, o'shalarda men Shu zikriga asosan siz bizlarga bitta narsani, ya'ni xabarni yetkazgizyapti. Qaysiki kim yetimga kafil bo'ladigan bo'lsa, jannatda men bilan mana shunday qo'shni bo'ladi. Hozir tushunyapsizmi? Oyatda Alloh buyuryapti, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga mag'firat, ya'ni xatolarini kechirilishini men kechirishimni va ulug' ne'mat jannatdan xushxabarni yetkazing deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xuddi shu hadisda aytganlar, ya'ni kim yetimga kafil bo'lsa, men bilan mana shunday jannatda qo'shni bo'lib dedi. Alloh va'da beryapti, payg'ambarimiz hammamizni ogohlantiryapti. O'sha oyatga asosanda men sizni obunachilaringizni yaxshi ko'rishimda sababi ularga qatorida bo'lishi, doim Allohimdan so'rashimda sababi ham xuddi shunda. Ular Allohni tanigan, Allohdan qo'rquvchi, yona bo'lsa ham qo'rquvchi deb aytayapti-da Allohim. Allohdan qo'rquvchi va Allohni topuvchi insonlar. Nimagaki Alloh bilan diydorlashganda o'zi bilan birga sovg'asini, ya'ni savobini ko'tarib olib boruvchi insonlar. O'shaning uchun sizni obunachilaringizni yaxshi ko'raman. Ehson qila turganlardan, ana shu qo'llab-quvvatlab turganlardan, ehson qila turganlarni muborakbod etib komment yozib turganlardan Alloh rozi bo'lsin Rustamjon. Hammamizda ham mana shunday Alloh oldiga borganimizda yuzlarimiz qizarmaydigan darajadagi insonlar bo'lib, solihlar qatorida borishimizni hammamizga nasib qilsin. Azizlar, Alloh uchun hammalaringizni sevamiz. Qodir qilib mana shu yerga kelib turibmiz. Qancha insonlar bor, bunga qodir bas mana yotibdi hozir. Qancha insonlar bor. Qani endi men ham o'sha yerga borsam edi degan niyat bilan yashayapti. Mana o'zlaring ko'rib, misollarda ko'rib turishlar qancha insonlarda qanday ahvoldaligini. Azizlar, Alloh uchun ozgina bo'lsa ham mana shu hissalaringizni qo'shib qo'yinglar. Sizlarni sevganlarimiz uchun, sizlarga oshiq bo'lganliklarimiz uchun ham bu taklifni aytyapmiz. Sizlar qatorlaringda bo'lib qolishimizni Allohim hammalarimizga nasib qilsin. Qadrdon birodarlar, yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Sog' salomatgina musofirda yurgan birodarlarimiz, yaxshimisizlar? Ilohim ishlaringni, omadlaringni bersin. Mana hasharimiz davom etyapti. Ilohim shu ozginadan yordam berib tursalaring. Xudo xolasa mana Qurbon hayitlari yaqinlashib kelyapti. Shu Qurbon hayitgacha mana shu qizlarimizni, xonadonlarga aytib bir xursand qilib qo'ysak, sizlardan shu ozginada ehson 5 ming, 10 mingdan tashavvursalaring, ishlarimiz yana ham tezlashib ketadi birodarlar. Mana pena blok olishimiz kerak. Pena blok olsak, mana betonlar quyilib bo'ldi. Xudo xolasa shu pena betonlar urish borishsa, Qurbon hayitgacha shularni bir yangi uylariga olib kirib, hammamiz birga ayda xursand bo'laylik. Allohim tanjonlaring sog', umrlaring uzoq bo'lsin, rizqlaring ulug' bo'lsin, topganlaring, to'ylar, yaxshi kunlarga buyursin, Allohga. Omon bo'ylar hammalaring sog' salomat.